Bugun sizlar bilan 2026 yilgi Chevrolet Spark haqida qisqa, lekin to'liq va tushunarli sharh qilamiz. Chevrolet Spark bu kichik sinfdagi, asosan shahar hayoti uchun mo'ljallangan avtomobil bo'lib, u birinchi marta global bozorda 2000 yillarning boshida paydo bo'lgan. O'zbekistonda esa Spark yillar davomida eng ommabop va ishonchli mashinalardan biri bo'lib kelmoqda. 2026 yilgi yangi Spark dizayn jihatidan ancha zamonaviy ko'rinishga ega. Old qismi agressivroq radiator panjarasi, zamonaviy LED faralar va silliq kuzov chiziqlari bilan ajralib turadi. Ixcham o'lchamlari sababli u tor ko'chalarda va tirband shaharlarda juda qulay boshqariladi. Salon ichida esa qulay o'rindiqlar, sensorli multimedia ekran, Android Auto va Apple CarPlay kabi funksiyalar mavjud bo'lib, kundalik foydalanish uchun yetarli qulaylikni beradi. Texnik tomondan qaralganda, 2026 Chevrolet Spark odatda 1.4 litrli benzin dvigateli bilan taklif etiladi. Bu dvigatel shahar harakati uchun yetarli quvvat beradi va yoqilg'ini juda tejamkor sarflaydi. Avtomat yoki mexanik uzatma variantlari haydovchiga tanlash imkonini beradi.